narsada. Ukam bor, onam bor. Men uni boqishni xohlayman. Oila qurishni xohlayman oldingida. O'zimni ishimni yuritishni xohlayman. Menga faqat shu narsa kerak. Menga faqat shu narsa kerak. Kimnidir yomonlab, kovlab, orqasidan gapirib, menga hech qanaqa unaqa narsa kerak emas. Men gapirsam, gapirib chiqaverardim. Har bitta videoga atvet qilib chiqaverardim. O'zi kasal bo'lib yotgan bo'lsam, undan oldin qiynaldim. Hozir ham qiynalyapman. Nega demoqchiman, men operatsiyadan chiqdim. Nega Ahad Qayum mendan so'ramadi, sog'liging yaxshimi deb chiqmadi, nariga qizam chiqmadi, nega boshqalar menga chiqmadi? Ozodopani o'zi mardlik qilib chiqdi-da, pul yordam qildi. To'g'ri, Ozodopani klipida bo'lgan bu narsa. Nega boshqalar prosta qarab qo'ydi? Nega kimdan norozi emasman? Men hammaga rahmat so'rayman. Rahmat deyman, xalqqa ham, Jasmin opa, Mohin opa, Ozod opaga ham hammaga men rahmat deyman. Bu narsani menimcha уже to'xtatish kerak deb o'ylayman. Чтобы 5000 hech qanaqa, men $5000 haqida hech narsa bilmayman, to'g'risi. Men operatsiyada bo'lganman. Men eshitishimcha $10,000 so'ragan ekanlar. Men faqat shu narsani bilaman. Ular aytishgan, hali degan Sabrinani degan reabilitatsiyasi bor degan, 1 yilga cho'ziladi degan. Meni misol uchun boquvchim yo'q. Otam borlar, lekin qaramaydilar otam. Onam, endi tasavvur qiling, onamni zrenasi ko'rmaydilar. Kim menga yordam beradi? Boquvchi o'zim ustimda harakat qiluvchi insonman. Kim menga lishni pul beradi, yordam beradi? Men bu pulda men to'g'risini aytaman, men eshitmadim. Lekin men operatsiyadan chiqqanimdan keyin aytishdi, sen operatsiyani o'rtasida bo'lganda dedi, Jasmin opa so'radi $10,000 yordam berishga dedi. Keyin biza aytdik dedi, Sabrinani hali reabilitatsiyasi bor, dori ukollari bor, hali uni yashashi bor. Misol uchun men aytmoqchiman, Marat aka uy beraman deyapti. Uni hali remontimiz bor, misol uchun kvartiram bor, turadigan. Unga pul ketadi, rasxotlari bor. Rasxotlarini yopib olsin, qolgan pulga keyin yordam beradi deb tushuntirishgan, xolos. Xolos, oddiy bu narsa, oddiy xolos. Hech qanaqa panika, janjal bo'lib, men hech kimga nohaqlik qilib, nonko'rlik qilganim yo'q. Men hamma bilan oddiy salom alaykum qilib gaplashyapman. Men bugun o'zim keldim. O'tgan safar bilasizlar, meni sog'ligim yomon edi. Hech qanaqa o'zimning video ham ola olmasdim, hech qanaqa narsa ham qila olmasdim. Bugun o'zimga keldim. O'zimga Allohga shukr. Endi o'zim chiqib bemalol gaplashyapman sizlar bilan. Men bitta narsani xohlayman. Bitta narsani eshitishlarini xohlayman. Men hammaga rahmat deyapman, lekin menga bitta narsa alam qilgani, hammani eshityapman, o'qiyapman. Nega demoqchiman, men operatsiyadan chiqdim. Nega Ahad Qayum mendan so'ramadi, sog'liging yaxshimi deb chiqmadi, nariga qizam chiqmadi, nega boshqalar menga chiqmadi? Ozodopani o'zi mardlik qilib chiqdi-da, pul yordam qildi. To'g'ri, Ozodopani klipida bo'lgan bu narsa. Nega boshqalar prosta qarab kasal bo'lib yotgan bo'lsam, undan oldin qiynaldim. Hozir ham qiynalyapman. Juda ham og'ir. Hattoki men kasal insonman. Onam bilan ham yaxshi отношения qila olmayman ba'zan yotganligim uchun. Chunki og'riq juda ham kuchli narsa-da. Inson o'zini boshqara olmaydi og'riqda. Tushunyapsizlarmi? Prosta butun xalq ko'ryapti. 970 ta inson ko'ryapti. Prosta meni holatimni tushunib qilinglar, insonlar, iltimos qilib so'rayman. Oyoq, matka bu. O'zlaringiz bir tuqqanda qanchalik dunyoni ko'rasizlar, tug'asizlar-ku, og'riq qanchalik bo'ladi, tuqqandan keyin qanchalik og'riq bo'ladi sizlarda. Shu narsani chustut qilinglar. Endi erkaklarni bilmadim, balkim erkaklar ham chustut qilar. Oyog'i kimnidir oyog'i singandir, yaralangandir. Oddiy tanamizda kesilsa qanchalik og'riq bo'ladi. Prosta oddiy kesilganda qanchalik yig'laysizlar, joninglar og'riydi. Oddiy sinsa barmoq, qanaqadir holatda odamni tanasi uribman. Prosta atrofimdagilarni ko'rib turibman. Men hali ham medikman. Meditsinada o'qiganman. Keyin aytayapman, ehtiyot qilinglar, iltimos ta'zimni ehtiyot qilinglar, bel qismimni ehtiyot qilinglar deyapman. Lekin men singanimda hech kim atrofimga kelmayapti.
eng alam qilgani boshqalar turib prosta ishini qilib o'tiribdi, menga e'tibor qilishmayapti. Eng menga alam qilgan narsa. Keyin masofkadagi o'zimga yaqin o'rtog'im bir amallab ko'tarib orqaga olib o'tishdi. Sizlar videoni ko'rganlaringda prosta men xalqni xohlayman videoni talab qilib chiqarishini. Qanaqa bo'lganini, avariyani prosta sizlar ko'ringlar bu holatni. Qanaqa bo'lgan, shuni xalq talab ko'rsin, balkim videoni berishar, haqiqat qanaqaligini, qanaqa meni gelik bosib ketganini, men qanaqa holatda turganimni o'sha paytda chustut qilasizlar demoqchiman, holatimni. Ungacha videoni ko'rmasdan chustut qila olmaysizlar. Bu qanchalik og'riganini, shunchalik ichimdan shunchalik endi sezyapman, qizib ketyapti. Bel qismimni pastini sezmayapman. Avariya bo'lganimda qizib ketyapti. Yaqin o'rtoqlarim bor edi, ikkitasi. O'shalar olishdi deb bir amallab orqaga qo'yishdi. Men aytayapman, belimni ehtiyot qilinglar debman. Skori chaqirishdi, skori kech keldi. Skori ham tez yordam bilmaydi. Prosta qo'li bilan ko'taryapti. Sizlar meditsinada o'qigansizlar, bilasizlar, mediklar bor. Tas qismi, bel qismi singanda material qo'yiladi, maxsus material bilan ko'tariladi. Prosta qo'l bilan ko'tarilmaydi, danshi sinib ketadi bu narsa. Unga prosta tak qarishyapti. Mana jahlim chiqqan narsa. Prosta tak, oyog'i sindimi deyapti. Qanaqa oyoq sindi deyapti. O'sha paytda doktor ham bor edi-da, ko'tarib yotqizdi-da. Mana aytayapman, belim sindi, belimdan past sindi desa, oyog'i sindimi deyapti. Iltimos tezroq olib boring, tez yordamga deyapman. 16-bolnitsaga ketyapti. Amanda o'sha qon ketyapti desam, qatiysan ketyapti, qon ko'rinmayapti-ku deyapti. Siz prosta men o'sha paytda holatimni tasvirlab bersam, shunchalik qiyinchilikdan o'tganimni ochib ko'ring deyapman. Jahlim chiqyapti-da, ochib ko'ring deyapman. Qon ketyapti desam ham, unda 4-bolnitsaga ketamiz, Kadishvaga deyapti-da. Shunaqa holat bo'lyapti. Shunaqa holatdan chiqyapman men. Bu ikkinchi operatsiyaga kirish, birinchi operatsiya, ikkinchi operatsiyaga kirish, bu chiqamanmi direkt, chiqmaymanmi? Holatni o'zi bir qiyinchilikda 10 soat operatsiya. Prosta xalq tushunishini xohlayman. Faqat negativ qilmanglar. Meni oldimda turgan insonlar bor. Misol uchun men aytmoqchiman, men nimaga proyektga chiqdim? Proyektga chiqqanim sababi prosta mendan hol-ahvol so'rashga odam bo'lmaganligi sababli proyekt tufayli men holatimni ko'rsatib o'zimga homiy topmoqchi bo'ldim. Ya'ni operatsiya joyimni mana bu singan joyimni to'g'rilatish uchun, reabilitatsiya qilish uchun men proyektga chiqqanman, majburligimni. Unga ham oyim qatnashgan. Hali ko'rasizlar, majburligimni. O'sha payti bizani Mo'hin opa bilan ko'rishtirib qo'ydi. Allohimning o'zi. Proyekt hech qanaqa bu aktyorskiy emas, hamma narsani Xudo ko'rib turibdi. Men hech kimga hech narsa hech qachon, men o'zim yolg'on aytadigan inson emasman, yolg'onni yomon ko'raman. Men har doim haqiqat uchun talab qilishga harakat qilaman, haqiqat uchun. Men hech qanaqa yolg'on narsa kerak emas. Hozir kasalman, insonman, qanaqa men yolg'on aytaman, o'zi yarim jon bo'lib yotibman.